Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bu keyingi zakasini ishimizni tayyorladik. Bu ishimiz navbatdagi zakasimiz Qozog'istonga bo'ldi. Xudo xolasa bu ishimizni keladigan bo'lsak, bu o'zgacha chiroyli ishlangan, yong'oqdan materialdan bo'lgan. Ranglari shampan svet o'ziga sepildi. Xudo xolasa materiallari turetskiy, haqiqiy chista, raqam zallardan ishlatilgan, gullar ichini patila qilib qo'ratilgan. Xudo xolasa Stejinasini ko'rib ko'rasizlar, 12 pilotning stejinasini matosi ham o'zi turetskiydan bo'lgan. Xudo xolasa bu 14 talik ishimiz Qozog'istonga ketyapti, kargo orqali. Buni 12 taligini 18 millionga beryapmiz, 22 taligini 23 millionga tayyorlab berdik. 14 taligini 23 millionga tayyorlab berdik. Xuddi shu holatini 12 taligimizni 18 million so'm chiqaryapmiz. Vodiy bo'ylab dastlabkilarga beramiz. Bizning manzil Andijon viloyati Oltinko'l tumani ishlab chiqaramiz. Xuddi shunaqangi ishlar kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Stollar 100% garantiyasi bilan yong'oqdan bo'ladi. Ko'rib ko'rasizlar figurasigacha. Xudo xolasa fabrishni ishdan qolishmaydi. O'zimiz bu qo'lda ishlab chiqariladi hammasi. Rover xizmatida vale chetdan kelgan narsa emas. Skeletni ham o'zimizda tayyorlangan Andijonda. Xudo xolasa ayollar ham plastmassadan tayyorlangan. Xonlari akvarinlik. Xudo xolasa o'ta katta shoh chiqqan. Haqiqatan pardali qilingan. Skromnik olgan, u yog'ini baylama qilinmagan. Xudo xolasa shunaqa ishlar zakaslar o'zi aloqaga chiqib ko'rasizlar. Zakasga tayyorlab beramiz, xudo xolasa.